Selamünaleyküm ikrarlık yüz kurmalar. Keşfimle hayırlı olsun. Ben Adiller Yugur. Uygur Tadqiqat İnstitutundan hemmanlarga samimiy salam yollayman. Her hafta institutumuzun müdiri şundaqla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bilim Okutucusu Doçent Doktor Erkin Ekrem Muallim bilen ötküzüp kelayotgan Xalqara vaziyet ve gün tertibli programımızdaki yeni bölümü huzurunuzda buldu. Erkin Muallim hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. O'sha ayning 12 kuni, ya'ni 12 yanvar günü Türkiye Tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu Xitoyda ziyorat bo'ldi. Ziyoratida Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishdi. Bildirilishicha, ikki ministr o'rtasida Turkiya-Xitoy munosabatlarininki bo'libmi iqtisodiy va tijorat munosabatlarining texnik kuchaytirilganligi, rayon va dunyo xarakterlik masalalarning tilga olinganligi, hammadan muhimi Uyg'ur masalasining tilga olingan. Bundan sırt, birinci ayınki 10. günden 15. güngacha Paris qo'ltiqi davlatlar, ya'ni Saudiya Arabiston, Bahrayn, Umman qatorliq davlatlarninki tashqi ishlar ministrlari va Paris qo'ltiq hamkorlik kengashininki bosh kotibininki Xitoy ziyorat bo'lganligi bildirildi. Ziyorat jarayonida Xitoy bilan bu davlatlar o'rtasida iqtisodiy munosabatdan sirt, bo'lib Xitoyninki Hong Kong, Tayvan, Uyg'urlar qaratgan siyosatiniki bu davlatlar tomonidan nihoyatda qizg'in qarshilanganligini, bu davlatlarning Xitoyniki mushu rayonlarga qaratgan siyosatni qo'llaydiganligi bildirildi. Biz bugungi programmamizda tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu'niki Xitoy ziyoratining asosiy maqsadi, undan keyin ikki davlatning munosabatning qaysi yo'nalishda bo'lganligi, shundaqla Uyg'ur masalasining ikki davlat munosabatida qandayroq shaklda o'rin olganligi, undan sirt Paris qo'ltiq davlati bilan Xitoy munosabatininki munosabati qanday bo'lganligi, shundaqla bu qatim nima uchun Xitoyninki Paris qo'ltiq davlatlarininki tashqi ishlar ministrini alohida taklif qilib muzokara yoki yig'in o'tkazganligi haqida muhokama olib boramiz. Erkmanning oldi bilan Mevlut Çavuşoğlu'niki ziyorat sabablarini tushuntirib bergan bo'lsangiz. Budaki ziyaret belki şu buldu 3. ayda Xitoyninki tashqi ishlar ministri Wang Yi'nin Türkiye ziyareti vardı. O ziyaretke hem de bir iade ziyaret degandek resmi chetde shunday ko'rindi. Ama bu da Xitoy shu evvelsizde o'tgandek shu Paris qo'ltiq hamkorlik tashkilotini, arablarning iqtisodiy hamkorlik tashkilotining 6 a'zosiningki 4 tashqi ishlar ministrininki ziyorati bilan birlikda hamda İran tashqi ishlar ministri bilan birlikda Wushiga ziyorat qilishi bu Xitoyninki boshqa bir siyosatini ko'rsatadi deb o'ylayman. Hamda ikki davlatning, ya'ni Turkiya-Xitoy munosabatida hammamiz bilgandek siyosiy, xalqaro meseleler ve shundaqla rayon xarakterlik meselelerine olarak tilga oladi her daim. Bununla birlikte iki devletin arasındaki şu ticaret meselesi var. Yani Türkiye'ninki ziyiniga devam kılayotgan bir ticari münasebeti var. Bu münasebetlerini her daim sözlep kelyotidi. Uygur meselesi mi şundaqandı? Her daim o tilga ilingan, kun tartibga kelingan bir meseleler. Müşna qargan çağda xuddi normal iki devletin arasındaki münasebetler ketdi, keldi degandek bir diplomasi münasebet devam kılayotgandek ko'rinadi. Ama Şark Türkistan meselesinin xalqarada bundaq muhim bir kun tartib, xalqaranın kun tartibi bo'lishi, Türkiye'ninki şu hükümetninki Xitoyga tutgan pozitsiyasini, Uygur meselesindeki pozitsiyasini tanqid qilishi, yani Türkiye'nin ichidagi inkoslar, men degandek şu Türkiye'nin qo'shni devletler bilan birlikda ilib berishi başka bir manamı berdi. Xitoy jetdan deydigan bo'lsak, Xitoyninki şu Xitoy Arablar minbari var. Ayrı ayrı Türkiye bilan stratejiya hamkorlik munosabati var ve İran bilan shunday var. Ama Xitoy o'rta sharq bunda hem İran'ı, hem Türkiye'ni, hem Araplarni birlikte olgan bundaq bir platform yok, bundaq bir minbar yok. Xitoyninki belki düşüncesi şu bulmuş mümkün. Bu meselelerde yani evvel ben degan xalqaro vaziyatning o'zgarishi, Amerikanınki o'rta sharqdagi ta'sirininki ojizlashishi bilan
ve Müslüman devletlerinin ki G'arbga, Amerika karşı bir menfi bir göz kararlarının ki küçüyüşü bile Xitay müşede hem Arap Müslümanı, hem İran Müslüman, hem Türk Müslümanlarını bir minberge yığışniki bir niyeti var ettirdi. Hem de bir yerde Xitay'nın ki bundan minberini kuruşunun ki maksatı hem de o ihtimal davatını. Birinciden şu Amerika'nın bir yerdeki tesirge karşı bu devletlerini özüge tartış. Çünkü Amerika bile buluvatkan bu güreşte Xitayma özünün ki şerik devletlerine, özüge yakın olan devletlerine yığışkı doğru geldi. İkincisi bu rayondaki bu enerji meselesi. Yani Xitay enerji cepten çetlerge bağlanan bir devlet. Şununla bu rayondaki enerjilerin ki mukumluğu yani xavfsizlik cepte, enerji xavfsizlik cepte mukumluğunu kırdılar. Ondan başka olsa bu Müslüman devletler Uygur meselesini kollap, yani Şarkı Türkistan meselesini kollap, kımsı oradaydıgan bir niyeti var ettirdi. Şununla bu kıtımki ziyaretinin maşındak bir ehmiyeti var dep oylayman. Malum bunun dinkin burumacık ta'kidlep öttünüz. Yani bir kıtım degan bolsanız yaxshirab mümkün dep oyladım. Türkiye Xitoy münasabətdə köp xillik qarab yüzünemdi yoki hozirgidek bir qilib mağamdı. Hazırca şu iki devlet arasındaki münasebet bile devam kırıvadıdı. Aslında siyasi cetten desek mi, misalga küçükken seviyede devam kılmayıvadı. Türkiye 2015'ten beri Xitay reisi Xi Jinping'in ki Türkiye'nin bir ziyaret kılışını talep kılganını çıktı. Ama bu Xi Jinping Türkiye'nin ki hoşun devletlerin hemsini aylangan. Yalnızlı Türkiye'ye gelmedi. 2019'dan evvelki yapımda. Hatta misalga Gürzistan'ı ziyaret kıldı ama Türkiye'nin kılmaganda. Şununla bu siyasi cetten küçükken bir seviyede emes aslında. Ama Türkiye Cumhuriyeti Erdoğan neçkatını Xitay'a berip geldi 2015'ten beri. Bu cetten degen çağda siyasi diplomasi münasebetler koyup bulmaganlığını gördü. Yani yukur derecedeki münasebetler. Rayon karakterlik meselelerde mi bir ortak siyasetim yok. Misalga değil, Xitay burundan tartıp da Türkiye'nin Şanghay Hamkarlık Teşkilatı'nın resmi azab buluşunu xalamaydı. Çünkü Türkiye'nin Orta Asya'ya gelip o güçünü, tesir dairesini kemiyetiş, güçlendirişini xalamaydı. Misalga değil, Orta Şark meselesi değil, misalga Irak meselesi olsun, Suriye meselesi olsun. Bu meselelerde Xitay ile Türkiye'nin arasındaki menfaat okşamaydı. Hatta Libya'daki meselelerde, Ukrayna meselelerde okşamaydı. Ama bu da Kazakistan'daki çıkan bu vakada Türkiye'nin ki Xitay ile ve Rusya'nın ki okşaş oldu. Yani mevcut hakimiyetini kolladı. O isyan çıkaran ve bu yerde protesto kılanlarını kollamadı mesela. Ama jığıp gelgen çağda meyli şu Şimal Seprus meselesi olsun, Türkiye ile ciddi münasebetinde olan mesele olsun. Evet ben degen bu rayon karakterlik meselelerde ondan bir yakın münasebet yok. Hem de halkırada Birleşken Devletler Teşkilatı'nın minberlerinde okşaş menfaatleri bağımı degende okşaş menfaatini köpemesi. Şununla iki devletinin ki bu xil münasebetler yukarı derecede mi emez, töven derecede mi emez, otur hal bir münasebet ile devam kılıvatkan bir diplomasi münasebet körsetiyor. Bazı bu devlet oturuşta izcil iqtisadi, ticaret ve başka meselelerden sırt Şarkı Türkistan meselesinin gün tertipki kelvatıdı. Ama ketim sanı intayin az desek buldu. Zaten Şarkı Türkistan meselesi, yani Uygur meselesi iki devlet oturuş münasebette qaysi xil seviyede urunayotirdi sizce?
Türkiye'nin Xitay bilan bo'lgan misoliga abay degan ikki davlatning siyosiy diplomasiya munosabati bo'lsin va abay degan bu xalqaro va rayon xarakterlik masalalar bilan birlikda ikki davlatninki ticari iqtisodiy munosabatni aşıncılık qo'yib emas. Türkiye Xitayninki Yeni İpek Yolu stratejiyasini qo'llagan va ichilgan birinchi xalqaro yig'ini qitilgan Alaydin imam sifatida Cumhuriyet Erdoğan qitilgan. Ama Türkiye Xitaydan kutgan o mablag' selish meselesi o'tirdi yo'q. İki devletin arasındaki ticari münasebetini desek 2015'ten beri ortalama şöyle 22 milyar dolarlık imabanda ticari sumu var. Ama bununki 20 milyarını Xitay kazanıyordu, 2-3 milyarını yani en kötü 3 milyarını Türkiye kazanıyordu. Yani Türkiye Xitay'a dolar kazandırıyordu bunlar diye. Bunu 1985'ten beri Türkiye Xitay'a itiraz kılgan, inkaz kılgan. Ama Xitay hazırlıca ne çıkıttım, manda kılaylı, anda kılaylı dediği ama kılaylı diyen nesler emelleşmedi. Bunda bir peyde hem de Türkiye yana harekette buluatkan bir devlet bu başka. Xitay'dan şu meblağ isteydi. Xitay'dan şu teknik isteydi. Xitay'daydı hem de bulanın biz bir alemiyoruz, mesele yok deydi. Ama şu Şarkı Türkistan meselesi, Uygur meselesine sen bir taraf kısan bunu bulur. Xitay belki Türkiye'nin özününki siyasi tüzümde olan bir devlette gördüğün boz gerek. Yani Xi Jinping bir buyruk derse buradan, ya ki parti merkezden bir buyruk derse hem ministerlikten şu ülke derecedeki emeldarlar olsun, nahiye geçe hemisi icra kılıdı olup olaydıgan boz gerek ama Türkiye bunda kalmasın. Türkiye'ninki demokrasi mükemmel bulması mı? Yani bir demokrasi bir tüzüm var mı? Şununla Türkiye özününki siyasetine ilip bağın çağda halkınınki inkasını oylaması bulmaydı. Belki ben diyen bir demokrasi tüzümünü uzamaydı. Uzsa bu asas kanunga xilaf bulur. Xitay'da asas kanun var ama parti devletninki asas kanunu buzuk kılıyordu. Şununla bu her iki taraf hem de şu Uygur Şarkı Türkistan meselesini Xitay'ma kütkendek, Türkiye'den kütkendek bir netice çıkmadı. Türkiye mi Xitay'a yakışacak bulmanda Şarkı Türkistan'da Xitay'ın bölümendeydiğen bütün faaliyetler tuttuğumuz veya beğenli kılımız dedi. Ve şu Türkiye'ninki kanun ramkısında faaliyetine ilip bağlı buldu da nurgun çeklemeler mi buldu? Ama şundak turukluk Türkiye mi Xitay'a yakşı cak bulamadı. Xitay mı Türkiye'den alıdığan o neticeni alamadı. Şununla bu Uygur meselesi halkara birleşkenlikin ve Şarkı Türkistan meselesi mi evişip halkara birleşiyordu. Bunda bir peyde hem de Türkiye hükümeti ama cık isimler buluyordu. Türkiye hem de Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ki minberinde ya ki bu Müslüman İslam İktisadi Hemkarlık Teşkilatı'nın minberinde olsun ve Türkiye'nin ki içki siyasette olsun Uygur meselesinin tılgı ilvadıdır. Sözlavadıdır. Ve Xitay Şarkı Türkistanlıklara yani Uygurlara tam beraber bir siyasetini ilip bir işini özününki virajdanı dek görüşünü şundakla bir Xitay hakimiyetini to'g'rilanligini desima bu hem Xitayga yaxshichaq bo'lolmagandek hem de Şarkı Türkistanlıklarımı to'liq bir yaxshichaq bo'lolmadi. Şununla bunda bir hem Xitaydan menfaat ilişinin bir niyeti var hem de Uygurların meselesiga ko'ngil bo'ladigan mesele var. Mushu ikki meselenin birini tanlashga mecbur qolgan ahvol var. Bu ahvolni hamda qandaq ikki meselenin arasında bir tamponluq bir siyasetini ilip yurish hamda Türkiye hükümetinin kabiliyetiga bağlangan bir mesele bo'ldi.
Ben degandek hem Xitayga yaxşıcaq bulamay, hem xalqıga yaxşıcaq bulamay, hem Uygurlarga yaxşıcaq bulamag'achqa bir Sharq Turkiston ve Uygur siyaseti, yani Xitayga siyaseti tehi iniq yoki muhim bir siyasetidir. Ahvolga qarab, konjunkturga qarab, ondan keyin tuzab mingyapti qo'yib, ama her taraf bundan memnun emas. Malum aynı vaqtda Xitoy O'rta Sharq davlatları ve şundaqla bu Paris Xalq davlatlarini tashqi ishlar ministrini chaqirib yig'in o'tkazdi. Siz sababini so'zlab o'tdingiz. Amerikaniki O'rta Sharqdagi ta'sir doirasini ojizligiga ergashib, Xitoy bu ta'sir doirasining o'rnidan foydalanib, o'zining kuchini kuchaytirishga tirishyapti dedingiz. Shundaqla hem Türkiye, İran ve Paris Xalq davlatlarini yig'ib bir munbar shakllanishi ehtimolini degan bo'ldingiz. Bu bir uchdan punliq shakllanadi degan gaplar albatta bu yerda. Shundaqda G'arb davlatlari yoki Amerika bunun qanday bir pozitsiya bildirishi mumkin? Amerika yoki G'arb tabii bunu istamaydi. İstemagachga balki Turkiyaga, Arablarga, İranga zaten bisim ishlatadi. Bu xil bisimlarni ishlatish mumkin. Bu xil bisimlar texmi bu davlatlarni Xitoyga yaqinlashtirdi. Bu yaqinlashtirishni oldini olish uchun bu devlet bilan yaqinlashish lazım, ama qanday yaqinlashish? Şununla bu hazırgacha O'rta Sharqdagi bu Müslümanlar, yani Türkiye dahil, İran dahil qanday qilamiz degan bir siyasetni aniq emas. Hamda G'arb davlatlarini, bo'lib Amerikaniki yana bu İsrailni qo'g'daydigan bir siyosati bor. Xeyli yilgacha bu qo'g'dash siyosati davom qilyapti. Qaysi hukumat kelsin, bu siyaset o'zgarmayapti. Yani bir chetdan İsrailmi Arab davlatlar bilan munosabatni yaxshi qilish uchun Suudi Arabistondek, Qatardek davlatlar bilan, Misrdek davlatlar bilan diplomasiya munosabatni qurib, o'zininki O'rta Sharqdagi tahdidlarni qoldirish uchun tirishayotganini ko'ryapmiz. Hamda bu İran, Suudi Arabiston arasındaki munosabatlar tuzalmaganini ko'ryapmiz, tuzlashga tirishayotdi. Hamda bu İran bilan İsrail arasındaki meseleler dokunuşluklar devam kılıyordu. Ve şundakla Suriye'deyimiz, Irak'daymiz, bu meselelerde mi G'arb devletlerinin bir siyaseti bulunmuştu. Ve rayon devletler, bazı diyen Suriye ve bu Irak meselelerde mi ortak göz kararları bulunmuştu. Bundan bir birlik, yani O'rta Sharqda bir birlik diyen mekanizma kurulamaydı. Bu çeçilangı bir ahval bo'lg'achqa, G'arblarmi bu çeçilangı meselege qarshi bir to'liq ve hamma jihatni o'ylab qilgan bir siyosatni o'tirg'a qo'ygani yo'q. Yani yig'ib kelgan chog'da bir muqimsizlik, bir paylanqamchilik, bir O'rta Sharqqa qarshi G'arbliklar texnik bir nima qilamagan taqdirda, qilayotgan jarayonda Xitoy hozir bu yerga qo'l silishga tirishyapti. Rossiya ham O'rta Sharqda o'zining ta'sir doirasini kengaytirib va kuchlantirishga tirishyapti. Yana yig'ib kelganda Afrikadan keyin shu O'rta Sharqmi cho'ng davlatlarninki kurash qilayotgan, mujodala qilayotgan bir rayonga aylanyapti ve bundan kimmi mushlar bo'lgandek turdi. Malum bu Xitoy o'zining iqtisodiy afzalligidan foydalanib turib, O'rta Sharq davlatlari ustidan siyosiy ustunlikka erishishga tirishyapti. Hem müştak fırsatdan foydalanib Birleşken Milletler Teşkilatı olmuşsun yoki hozirgi biz davatgan bu qurilmoqchi bo'lgan bunlarda Xitoy o'zining Sharq Turkiston siyosatining yo'lliq ekanligini davomli ta'kidlab qo'ydi. Mush fursatdan foydalanib Müslüman davlatlarning qo'llashiga erishishimi tirishyapti. Shundan birga Müslüman davlatlarmi o'xshashla qo'llayapti Xitoyniki Sharq Turkiston siyosatini. Mush shaklni mangsa yoki G'arb davlatlari buningga inqos qaytarish mumkinmi yoki Xitoy davomli bu fursatdan foydalanib bu davlatlarniki texnik ko'p qo'llashiga erishish ehtimoli bormi? Qo'llashininki, ya'ni Müslüman devletler, İslam devletlerininki hükümet chetdan degan chog'da
Xitayni qo'llab kelyotdi. Uyg'ur masalasida, Sharq Turkiston masalasida masofa qo'yyotdi. Ammo bu musulmon davlatlarning ichida hukumatdan sirt shu munavvarlar jamiyatniki sarxillar va xalqlarning orasida yine shu Uyg'urlarni qo'llayotgan ahvollar bor. Shuningga bu davlatlar, ya'ni musulmon davlatlar ham bir chetda o'zininki davlatning siyosatining, ya'ni to'g'ri, o'zicha to'g'ri degan siyosatni davom qildirish, bir chetda o'zining davlatining ichidan xalqdan kelgan ba'zi bisimlarga albatta Turkiyada bo'lgandek o'zining xalqiga javob berish bir ahvol bo'ladi. Ya'ni majburan. Shuningga bu g'arb davlatlari balki mushabaqiman degan sarxillarni xalqlardan foydalanish mumkin. Ammo bular hukumatga bir ta'sir yetkaza oladigan bir kuchga ega emas. Shuningga g'arbliklar qo'llasimi bir natija olamaydi deb o'ylayman qisqa muddatda. Chunki bu davlatlarningki Xitoy bilan bo'lgan munosabatlar biroz o'xshamaydi hamda, hammasi musulmon davlat bo'lsin uchun. Misol Pokistondek davlatlar o davlatningki taqdiri bilan Xitoy bilan bog'langan. Shuningga Xitoydan ayrilish mumkiniyati yo'q. Pokistonning har qanday hukumat kelsin, o Xitoy bilan yaqin munosabat qurishga majbur. Jeopolitik manfaatlari bor Hindiston bilan bo'lgan bu to'qnashuvdan turib. Saudiya Arabistonni desak, Amerika bilan munosabatlar yaxshi emas, g'arblar bilan yaxshi emas. O'zininki shu energiyasini texmo muhim bir bozor tepish uchun Xitoyning bozori eng muvofiqdir. Ikkinchidan, man degandek, G'arb va Amerikaga qarshi o'zininki siyosiy sherikni izlashni xohlaydi. Hamda bu O'rta Sharqda Irondek, Turkiyadek davlatlarga taqobil turish uchun Saudiya Arabiston Xitoy bilan yaqin bo'lib, Xitoyning kuchidan foydalanib, abaqman degan davlatlarga besim ishlatishni xohlaydi. Misolga Ironni desak, Iron hamda shu xalqaro tuzumning sirtida qolib qolgan va yoki G'arbning qo'ygan dunyoninki tuzumining sirtida qolib qolgan ve ambargo aslında kalan bir devlet. Bunda devlet hem de özünki siyasi şeriklerini izleyiş, iktisadi gücünü güçlendiriş, halkının turmuşunu yaxşılaş, enerji siyasetini emelleştiriş. Bu cihette hemisi Xitoy bilan çetişidir. Yani Xitoy onun en muvafık şerik devleti. Türkiye'nin ebeydi. Xitoydan talep qilgan ahvollar bor. Iroq bilan Suriya texmaşında. Suriya bugün devletini yeniden güçlendirmen, canlandırman dese hem de Xitoyning mablag'iga ihtiyoji var. Xitoy hozirdan boshlab da'vodir. Yeni İpek yolu stratejimiz var. Bu stratejininki ramkasida Islamabad. Qachon imkonsonlar biz tayyorlaylik. Yani mablag' selish, şehirni yeniden şehirlerini kurup çıkış degandek o faaliyette Xitoyninki cho'ng to'pisi bo'ldi. Ammo hozirgi men deganning hammasini Xitoydek g'arbliklar pek qilib ketolmaydi. Gerçi Amerika ve Avrupa birligimi shu Xitoyga o'xshash asos qurilishga mablag' selish siyosatini belgiladi, ammo Xitoydek bunda bir nimesi biraz aciz yani. Talay deyimiz mi? İmkanlar. Çünkü ben dedim yalnızlar bir iktisadi meselesi emas. Bir yerde bir siyasi mesele var, diplomasi meselesi var, jeopolitik meseleler var. Buna G'arb devletleri, Amerika devleti bunu Xitoydek karşılayamaydı. Hem de Xitoy mablag' solgan chog'da inson haqlari demokrasi deganda qimmat qarashlarga pek ko'ngil bo'lmaydi. Yolg'izlar shu meni manfaatimni qo'g'dab bersa, meni manfaatim nima? Birisi shu energiya iqtisodi manfaatim, tijoriy manfaatim. Ikkinchisi shu Sharq Turkiston, Tibet va Tayvan Hong Kong masalasi. Buni meni qo'llab bersa, undaqda men senga sog'lom mablag'. Ama G'arb, Avrupa Birliği, Amerika bo'lsa, bu diktatörlük tuzum bo'lmaydi. Demokrasi bo'lish lazım. İnsan haklarına ekmek berish lazım.
muhitga ehemmiyet veriş lazım. Matbuat, medya ve ifade erkinliği buluş lazım. Degenden keyin de bularni terkibi. Şununla bu seliştirgan çağda Xitayning o'tirish shartda biraz nimasi bor edi, avantaj deymizmi, taleyi bor edi. Bu yerda yana bir kuchni demasak bo'lmaydi, bu bo'lsa Rusya. Rusya hamda shu dunyoning bütün enerji bazorini kontrol ostiga ilishni xohlaydi. Hem energining ishlab chiqargan shu hammatdagi bahosi bilan bu xalqaro bozorda sotilish bahasını kontrol qilish, boshqarish, yetaklashni Rossiya istaydi. Shunga u o'tirishda o'zining kuchini tiklashga tirishyapti. Hozircha Rus bilan Xitoy arasida shu o'tirishni talashib, jidalga kirmadi. Arasında cho'qim ba'zi uqishmasliklar, ba'zi to'qinishliklar bor, ammo g'arbliklarga qarshi bularning o'rtaq bir manfaati bo'lg'achqa hozircha arasındaki o cidallarını bir mesele deb o'tirga qo'ymayapti. Shuningga bu kelgusida harbiy jetdan, ya'ni qurol setish jetdan, tijoriy jetdan balki Rossiya bilan yaqinlashish musulmon davlatlari, iqtisodiy energiya tijoriy jetdan balki Xitoy bilan yaqinlashish. Bunda ahvolda Müslüman devletlerine Rus ile Xitayning müttefik yani bu şerik devlet, yakın dost devlet buluşunu xohlaydi. Çünkü ikisi de cidal chiqmasa, bu Müslüman devletler bir tarafni tutishga mecbur kaldı. Öz vaqtida soğuk urush vaqtida ba'zilari misalga Amerika G'arbni tutdi, ba'zilari Rusya bilan yaqinlashdi, o'tirishdi devletler. Shuningla bu o'tirishardagi musulmonlar hammasi arab bo'lsa birlashmadi, birlikka bo'lolmadi. Shunga o'xshash hamda Rus Xitoy orasida jidal bo'lsa, o'tirishardagi devletlarni bir yo'l tanlashniki bir mecburiyatga kirib qoldi. Buni bo'z qiyinchilikka kirmaslik uchun ikki devletning yaqinlashishini xohlaydi Rossiya Xitoyni. Shuningla bu Rossiya bilan Xitoy mayli O'rta Osiyoda, mayli nimda o'tirishda o'rtaq manfaatning ichidami ba'zi ziddiyatlar bo'lsa, o ziddiyatni ko'paytirib, yo'g'otib qilmayapti. O'zaro kelishib, tushunishib, uni hal qilishga tirishadi. Ammo G'arb hamda bunda ahvolda nima qanday qilishni tabayman deganda aniq bir siyosatni belgiligini yo'q. Chunki G'arb bilan Xitoy, G'arb bilan Rossiyaningki urush jidallari, mayli siyosiy, iqtisodiy, xavfsizlik har sohadagi bu jidallar oxirlashmadi. Ukraina meselesi, Kırım meselesinden tüpeyli NATO bilan Rusya arasındaki, Avrupa Birliği bilan Rusya arasında, Amerika bilan Rusya arasındaki o xil tirkinish oxirlashmadi. Bu oxirlashmasa, bu Xitoyga o'tirishga kirishga bir imkon yaratgan bo'ldi. Bir sharoit yaratib bergan bo'ldi. Burunma şu Amerika G'arblar Irak meselesi, Afganistan meselesi, Rusya meselesi deb aşina bilan shug'ullanganda Xitoy shunda bir sharoitdan foydalanib o'zining iqtisodini, tijoratini kuchlantirib olgan. Iqtisodiy kuchi bilan harbiy kuchni kuchlantirib olgan. Bundan keyin mana shunday bir fursat Xitoyga ko'rinyapti. Ammo bunda hozir men degan ahvolni g'arbliklar qarab o'tamaydi deyman. Ularma hamda o'tirib hozir men deganlarini o'ylashib bir siyosatni mayli cho'ng, mayli kichik, mayli yiroq, mayli yaqin muddatlik siyosatni belgilashga mecbur bo'ldilar. Unistik muallim bu Xitoyniki o'tirish harasidagi ta'sir doirasidagi kuch ishligi sababmi bu g'arb davlatlarining bu musulmon davlatlar o'tirisida, bu arab davlatlar o'tirisida burun tarixdan kelgan bir mustamlika munosabati bo'lg'achqa Xitoy tarafdan foydalanayotgandek bir ahvol bor, ya'ni yumshoq kuchni ishlatayotgan taraf bor. Hozir siz degandek bu Rossiyaniki Amerika bilan band bo'lishi yoki Yevropa ittifoqi NATOniki Rossiya bilan band bo'lishidan foydalanib turib Xitoyning ta'sir doirasini davomli kengaytirdik. Xulosalab aytgan vaqtida Xitoyningki
O'rta Sharqda musulmon davlatlar bo'lgan ta'sir doirasi, ta'sir kuchi qancha kuchaygan sari Sharq Turkiston masalasi shuncha ojiz ahvolga tushib qoldi degan xulosaga kelsak bo'ldi-ku. Belki onda bo'lmasligi mumkin. Xitoy yuksalgan sari, kuchlangan sari Xitoyning masalasi shu kuchlangan jarayon bilan birlikda Xitoyning masalasi cho'ngaydi. Ya'ni Xitoy kuchlangan sari Sharq Turkiston Uyg'ur masalasi texmi xalqaro kun tartibida yer oldi. Undan keyin bu musulmonlarningki, men degandek jamiyatningki, jamiyat arboblari, sarxillari va shundaqlar xalqlar orasida Sharq Turkiston Uyg'ur masalasini qoblaydigan ahvolimiz bor. Bu ahvol yo'qolib ketmaydi. Chunki Sharq Turkistonliklar bunda bir ahvolga tushib qoldi. Allohni to'namsa yoki Beijingni to'namsa degan bir ahvol tushib qoldi. Shuningga musulmon davlatlar hamda bu Uyg'urlarningki Alloh bilan Beijingning orasini tanlashdagi bu qiyinchilikqa qarab turolmaydi deb o'ylayman. Shuningga bu azroq bo'lsa hozircha maba keyingi zamonlarda texmi ko'paydi deb o'ylayman. Bu bir. İkincisi bu men dedim g'arbliklarni qarab o'tamaydi bir siyosatini belgilashga mecbur dedim. Üçüncüsü bo'lsa Sharq Turkiston tashkilotlarininki musulmon davlatlarda ilib borgan faoliyatlarni bundan keyin kuchlanadi. Bu kuchlanishlar birlikda Sharq Turkiston masalasi Xitoy bu musulmon davlatlarda qanchalik ta'sir o'tkazsa bu Uyg'ur masalasi, Sharq Turkiston masalasi kun tartibdan tushib qolmaydi deb o'ylayman. Buningki eng yaxshi bir misoli Turkiya. Shuningga men degan uch xil ahvol davom qildiganlar bo'lsa, Sharq Turkiston masalasi, Uyg'ur masalasi kun tartibdan tushib qolmaydi deb o'ylayman. Qarindoshlar, biz bugungi programmamizda Mavlud Chavusho'g'inki Xitoy ziyarati va Xitoy-Turkiya munosabati, shundaqla Fars qo'ltiqi davlatlarininki tashqi ishlar ministrining Xitoy ziyarati va Fars qo'ltiq davlatlari, arab davlatlarining Xitoy munosabati haqida muhokama qildik. Akmal, sizga ko'p rahmat. Men rahmat etaman.